فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الصلاة والسلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görgüçler. Yeni bir katımlık sual-cevap programımızı kelgenlerine kızgın karşı alımız. Yana bugün aldı bilen programımızı başlaştım burun. Programımıza kıymetli vaktini çıkarıp kepegen hürmetli ustazımız Abdülhakim Han Maksumacı'na köptüğü bir rahmet etimiz. Rahmet. Hürmetli televizyon görgüçler, hemenler malum boğandak biz televizyon görgüçlerimizdeki ve radyodaki toğrumuzdaki kayırımdaşlarımızdan soğuğan suallarga her ayda iki katılmış programı ulaştırıp cevap verip kilovatımız ustadlarımızı teklif kılıp inşallah yine şu sualla kayırımdaşlarımızdan sorulan suallarını sorup cevap veriş bilen yine devamlaştırımız. Bugün aldı bilen ötken katılımlık programımızdan vakit münasebeti bilen toşup kağallıqadan soruyanmay kalan bir kayırımdaşımız biz doğrusu bir hemşehrimizden bir ciddi sual deb ötken bir sual var. Şu sualdan başlayımız. Şu hemşehrimizin keşkürünü sorayımız belki ciddi deb yollab diken ama ötken saatte cevap veremedik. Bizning keşkürüşünü o'tkazamiz. Ben şu sualdan başlayayım. Hürmetli dini alimler, ulug' Allah sizlerge ve bizlerge rahmet kılsın. Sizlerden soraydiganim, ayol kishi eri qaytilmasa, ruxsatsiz Allah yo'liga pul yoki boshqa narsalarni sarf qilsa bo'ladimi? Buningga tezroq javob bersanglar. Men shunday ishlarni qilib, ulug' Allah egamning maqtishiga va rahmatiga erishay degan edim, biroq davomli put-qo'lim bog'liqlikda his qilmayman deb savol so'rabdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şimdi biz sualga cevap verişten burun şu sualını sorgan şu kardeşimiz şu sınırımızga rahmet eytemiz. Şimdi sınırımız sorgan sualının mezmununu qaraganda biz yaşap atқан şu üydün iqtisodni erining ruxsatisiz yaxshi yo'llarga chiqim qilish masalasi kelganda garchi yaxshi o'ringa pul sarf qilish bo'lsa-mu, erining ruxsatsiz pul sarf qilishning to'g'ri ya to'g'ri emasligini uqib ondan keyin masalan besh taraf qilmoqchi bo'lganligini, o'zining shu ishqa iqtisodiyatni yaxshi ishlab yordam qilish orzu-istikining borligini aks ettiribdim. Xeyri saxovat qilish, boshqa Allohning dinini oliy qilish, musulmonlarning manfaatini qo'llab qilish uchun buning iqtisod sarf qilish nihoyat yaxshi ish. Ammo bu yaxshi ishning islomning prinsipi bo'yicha qilish eng muhim masala. Unda singlimiz bu masalani shu islomning prinsipi bo'yicha qilsam degan maqsadda so'rab o'tibdim. Shuning biz qarindishimizning irodasi yaxshi ish qilmoqchi bo'lganligi bir, ikkinchisi qilmoqchi bo'lgan yaxshi ishni islomning prinsipi bo'yicha qilmoqchi bo'lganligi. Bu niyatiga biz tekrar rahmat aytamiz. Har qanday mu'min musulmon o'zining qilmoqchi bo'lgan ishini bu shaklda jiddiy qarab, islomning ko'rsatmasi bo'yicha bir taraf qilishi lozim. Endi qarindishimizning so'ragan masalaning o'zining javobiga kelsak, endi qarindishimiz shu singlimizningki yaxshi ishlarga iqtisodiy jihatdan, moddiy jihatdan yardım qilish masalasi. Bu masalani ikkiga ayirib o'tish lozim bo'ladi. Agar shu singlimizning o'zining ayrim o'zining iqtisodi bo'lsa, masalan, ota-onasidan miros qilib qolgan, o'zining boshqa bir kasb, halol kasblar orqali o'zining erishgan, o'zining tasarrufidagi, o'zining mulkidagi, o'zining ig'doshligidagi iqtisodi bo'lib qolsa, u iqtisodni o'zi xohlagancha eridan ruxsat so'rab, hatto eri ruxsat qilmagan taqdirdami, har qanday bir xayrlik, yaxshi ishlarga tasarruf qilib bo'laveradi. Chunki iqtisod o'zidan bo'lgan ekan, o'zining iqtisodini har qanday yaxshi ish qilib ishlatish huquqiga ega.
Yani İslam'da ayollar şu derecede hürmet kıldı, hem ehemmiyet verdiği ki ayollar özden ihtizadını yereden ya başkalardan somay, aynı her qanday yaxşı işlerge çıkımkısı buludu. Bu ruhsat İslam'da. Ama hazır dünyada birinci dünya ellerde bir savunutga garip dünyası mesela İngiliz Fransıyla hazır kadar yerinin ruhsatsız ayollarının ki ihtizat çıkım kıpırlamayotgan meseleti to'liq hal bo'lolmaqliq ayolning o'zining ihtizodini erining ruxsati chiqib qilmaydigan ahvolda so'rilib keraklik. Ammo islom dunyosida agar shu ihtizot ayolning o'zining shaxsiy ihtizodi bo'lib qolsa, agarchi eri qo'sholmagan taqdirda erining xavri bo'lmasdan biz xohlagan yaxshi ishlarga chiqim qilish huquqi bor ayolning. Endi ayol bir uyda yashaydi. Uylik ihtizat yerinin ihtizadı ya ki bu misal şu ayolun bir kişisi koşaklık uydan ihtizadının kolu kelişegen maaşıga yaşayotgan ailelerge nispeten her kanda ayol ihtizatını çıkım kılmakçı olsa çokum erinin ruhsatı bilen erinin sevmesi eri koşalgandan keyin an çıkım kılış lazım olur. Ama eri koşalmay kap kalsa çıkım kılış olmaydı. Eğer erim İslamiyet'ten biraz gaflet qilib qolgan kishilar bo'lgan taqdirda eriga tekrar xizmat ishlab, eriga da'vat qilib, erini shu yaxshi ishga asl qo'shtirgan bir saviyaga ekilib, erining ma'qulligi, erining muvofiqligi bilan xayr ehson qilsa bo'ladi. Ammo erininki ruxsatsiz boshqa ihtizot chiqim qilish to'g'ri bo'lmay qoladi. Chunki vaqt erining ihtizodiga ya o'zining bir haqqıdaşlık bo'lgan bo'lsa, o'rta qaralgan sherik ihtizotga o'zining eriga buyruqsiz tajovuz qilgan bo'lib qoladi. Ma masala haqida erining ruxsatsiz ma'qul holatda ihtizot chiqim qilishga bo'lmaydi. Naytiki masalan eri shu ayolningki butun turmush chiqini qilib berishga majbur. Shundoq turib eri ayolning tegishlik normal turmush chiqimini qilib bergili unamagan taqdirda bu beyt Peygamberimizden hadisinde gösterilgen boyunca şu ayol erinin ihtizadidan özünün ihtiyacı güçlük eriga uxtamay yep işlerse buludu. Bu kadar ruhsat. An şu ayolning zörül ihtiyacı güçlük çıkımını eri qilib bergil unamagan taqdirda. Ama onundan başka holatda erinin xabari yo'q. Erinin qo'lidagi ya şu ayolning ihtizodini meyli özü xalaqan xeyleş olsun, meyli baş xeylik orulağa xeyr ehsan qilish olsun, bunu qilishga bo'lmaydi. Buni to'xtash lazım. Allah razı olsun. Hem sualımızdan kelgen yerimizden başlayıp davamlaştıraylik. Toy kılan kızlarının toy kiyimi kiyişi durus mu? Dep bir soru soruptu. Endi bu toy kılan kızlarının ki toy kiyim kiyiş meselesi. Endi bu mesele hakkında toy kiyimini kiysin ya kiymesin dep bunun buyurgan ya çekilgen ya ruhsat kılgan mezmundan Kitabullah, Sünnet-i Resulullah'da ayrım bir hüküm yok. Ama bir yerde mesela iki noktaga qarash lazım. Toy kılgan kızlarının kiygen kiyimi tamamen özün şer'en yipiş perz kılgan azanı toluk yapkan takdirdi. İslamiyet'in prensip boyunca hicabdan ibaret şu perzinin ölçümü tamamen uygun bolsa ikinciden şu kiygen kim ehli küfrünün kıyafeti bulmagan takdirde ya has Müslümanların kıyafeti bu ya ki orta kıyafet ehli küfrlü has kim emas mandak bolgan takdirde vaqtda toy kiyimi kes bulavırda İslam'ın çeklemi yok. Mesela bir milletin içinde kızlar toy günüsü ayran bir kiyim giygizish örüp adeti var. O toy kiyim hazırlagan o kiyim İslamiyet'in prensibi boyunca hicab ölçümü güçlüdü. Ayın tamamen bendini yügep ölçüm güçlülük. Hem bu xil türdeki kiyim başka ehli küfrga has kiyim emas. Mandak bolgan takdirde mahir şekildeki kiyimini kiysi bulavırdı. Bunun ruhsat. Ama eğer hele toy günüstü has kiygen kim İslam'ın hicabdan ibaret ma prensibi uygun kelmey qap qalsa bunu ki şer'en haram bo'ladi. Qat'iy to'g'ri emas. İkinciden kim ehli küfrga has. Ehli küfrden
kep qalgan keyin bo'lib qolsam, buniki ish ham durust emas. Peygamberimizning "Men teşebbeh bi kavmin fehu minhum" degan hadisi var. Hadisni Şeyhülislam İbn Teymiye başka muhakkik ulamalı izahlab, ehli küfrge xas bir kıyafetli Müslümanlar özge adet qilib olsam, sen şu xas kıyafetni doğrab, şundaq ishni qilgan bo'lsam, mana bu qilganlik ham ehli küfrning şu holat yaxshi ko'rganligi, ehli küfrge de ehtirom qilganligi, yaxshi ko'rganligi olib boradi. Küfrni yaxshi ko'rish küfri bu qilmish hech bo'lmaganda haram bu. Bunda ehli küfrge xas. Bunda kiyimni qat'iy kiyishga bo'lmaydi. Bu kiyimlar emas, uningdan boshqa ehli küfrge xas bo'lgan har qanday holatga o'zini o'xshatish bo'lmaydi degan hukmni chiqardi. Shu masalada to'y kiyimi kiyish masalasiga kelganda ikki turli shart ostida. Ya'ni u kiyim biri islomning hijob prinsipiga uyg'un kelgan taqdirda, hijob prinsipi, ikkinchidan ehli küfrge xas bir kiyim bo'lmagan taqdirda o vaqt kiysi bo'laverdi. Ammo ma ikki xil holatda bilib qolib kiyishga bo'lmaydi. Taqiyya sözünü qanday tushunamiz? Bu Uyg'ur musulmonlarining hozirgi ahvoli bilan tushuntirilgan bo'lsa. Endi bu taqiyya degan bu arabcha so'zlik bu. O taqva, tuqat degan kelimalar keladi. Qur'onda hadis ko'p zikr qilingan kelimalarning biri bu. Asosan uningki Uyg'ur tilida tarjima qilingan ifodaning hukmi saqlanish, o'zini mudofaa qilish, o'zini saqlash, melezi do'zaxdan saqlasin, dunyodagi har turli xatar, tahlikadan saqlasin, o'zini saqlab qilish degan hukmda ishlatiladi. Endi hozir biz yashayotgan bu dunyodan taqiyya degan bu so'z she'rning ichida ishlatilgan bir istiloh, bir atalg'uga aylanib qoladi. Endi she'lam o'zining she'rlik qiyofatini yo'shirib qilish uchun o'zini she' emas, normal bir musulmon qatori ko'ksizga tirishib o'zining she'rlik qiyofatini yo'shirib qiladi-da, mush qilmishni taqiyya deb ataydi. Taqiyya. Hozir dunyoda ishlatilayotgan taqiyyaning kim? İşletish jarayoni bu. Endi mush taqiyya o'zining asli qiyofatini yo'shirish, o'zining asli qiyofatini yo'shirib qilish degan mush masala İslam'ın hükmü boyunca durust mu durust emas mı degan masala haqida salaf solihning davrini tatib jiqdatlar shulaqliq. Buni durust deganlar var, durust emas deganlar var. Onu ikki o'tir normal yo'l tutib, agar musulmonlar rasmiylik tamamen kuchayib, hech qanday bir kuchdan qo'rqmaydigan, bunda kuchli qilib kep bo'lgan bo'lsa, bunda payt buni ishitish durust emas. Ammo musulmonlar ojiz. Agar diqqat qilmay qolib qolsa, bir xil mudofaa qilib tutmay qolib qolsa, her türlü xavf etib qoladi. Bunday ahvolda bo'lib qolsa, buni ishlasa durust degan fikrdagilar var. Asosan mush sadik ulamoning fikrini xulos kelganda taqiyya degan mush ish shar'an durust deb qaraladi. Shar'an durust. Bu ya'ni o'zining asli qiyofatini yo'shirib qilish. O'zining asli qiyofatini oshkorlasa, uning jini, izzat, obro'yi ya mal mulki ya muhim bir manfaatiga xatar yetib qoladi, ziyon bo'ladi. Shunday paytda o'zining asli qiyofatini yo'shirib qoladi-da bu. Mana o'ziga yetgan har turli xatarning oldini olish uchun o'zining qiyofatini yo'shirib qilish. Mush maqsadda ishlatildi bu taqiyya degan mush kelima atalg'i. Mana mush shaklda har qanday bir musulmon o'zining jini, izzat, obro'yi, mol mulk, o'zining manfaat qatorliq buni qo'g'dab qilish uchun o'zining qiyofatini yo'shirish to'g'ri kelsa har qanday sharoitda buni qo'llansa bo'ladi. Buning ishlatish hukmi bu. Masalan, xususan ahli kufrning qatnashayotgan musulmonlar to'plashib o'ltiraqlashgan bo'lsalik shariat islomiya ijro qilayotgan bunda rayidlik ehtiyoj yo'q buning hamda. O vaqt samimiy, ochiq-oshkor o'zining yashabasi bo'laverdi. Ammo ahli kufrning yashayotgan musulmonlar yoki tajovuzga uchrab, agar o'zining vatanda yashayotgan bo'lsa-mu, boshqa tajovuz tarafdan tajovuz qilgan zaminda yashayotgan musulmonlar
Bunun muhtaç yok qoladi endi. Bu musulmonlar mush paytda o'zi yashayotgan ahli kufrning davlatida, kufrning qat'iy yashash jarayonida agar o'zining yashayotgan bo'lsa, tajovuz qilib, shuning hukumat Allohsiz majbur yashashgan ahvol kelib qoladi. Mush paytda tajovuz vatan yashayotganlar shu tajovuzchining ziyonkashlikka sharridan saqlanib qolish uchun o'zining qalbini yoshirib muomala qilsa, ahli kufrning vatan yashayotganlar o'zining aşılarını yetib qalıb hər türlü ziyandan aldığını üçün bizning qalbini yoshirib qalsa, bu durust şər'an. Əgər ondan bir xətəri olmay qalıb qalsa bolsa, səmimi, bizim içki dünyası qandaq bolsa, sırtın buna yine aşkarla. Bu şəkildə yaşaş buna ait əbzəl. Əgər birən xətərinin ki ehtimal olub qalıb qalsa, təqiyini işletiş, bunun payını durust deyib qaraydı İslam dünyası olmalı. Bunu boş düşünüb qalsaq buladı. Məsələn, bunun delil üstündə mudara şekilde kelgen nurgun ayet hadisleri var. Başka özlümde yaşayatkan zalim, başka kafirlerin şunun şerrinden, zenki saklanışın mudara yapıp duruş. Bunun durustluğu nurgun ayet hadisleri var. Bunu delil keltirdi. Şimdi bu şunun asasen bunun kullanısı durust. Suallarımda soru uçuklap şeriyle kurmakta. Uygur Müslümanlarının hazırki ahvalini düşündürülgen bolsa degenden belki vatandaki şu işgalçılarınki nimesi de işleyatkan kişilerinki özünü aşkarlamaya mesela yürüyüşü degen nesini uyulgan bolsa gerek soru sormak için. Ben bunu eğer de bir insanınki bu özünü yüşürüp duruşudaki maksat fakat bir kişilik cennet beqish, ailesini beqish uchun asli bu taqiyya qilish asli nimasiga qaragan bo'lsak, shu orqali shuni kirib olib turib islomga xizmat qilish, islomni kuchaytirish uchun bir harakat qilish bo'lishi kerak demdi. Bu sababdan qilinishi kerak deb. Faqatlam shu maoshdan ayrilib qolmaslik, bir kishilik turmush, hukumatdan ayrilsam chatoq chiqaman deb. Bu şekilde niyat qilib maslam shu men uningga nima qilmanda ishlayversa berdim chiqib kelsam-da Alloh senga rizqini berdi o deb desa, men taqiyya qilyapman deb degandek bu so'zni ishiltib qilsam-a durust bo'lmasdan ishlayman. Mana masala o'zining manfaatini qo'g'dab qilish shar'an. Masalan, tajovuzchininki yoki ahli kufrning ziyonkashlik uningki zarridan saqlanib qilish uchun bu taqiyni qo'llanish, o'zining qiyofasini yo'shirish qo'llanish durust bu ketdi. Siz degandek masalan bir kishi bor, o'zining qiyofasini yo'shirib turib, masalan o'zining vatanda tajovuzchisidan ma'lum bir o'rinliq o'rilishib, shu o'rinda payinib islomga, musulmonlarga xizmat qilmoqchi. Yani bunun muhim bir hareketlerge aşağıda işte masif hareket qilmoqchi. Ya şunun işini yo'shinib turib, etrafdagilarga bir-birlab munosabatlarni ta'sir ko'rsatib, avvalan yaxshilab qo'shmoqchi. Demak, yani islomga, musulmonlarga xizmat qilish niyati bilan agar taqiy qilish to'g'ri kelib qilib, taqiy qilib ayda ishni qilib o'tgan bo'lsam, vaqti islomning gullanishi, musulmonlarning xatardan, zavoldan qutulib baxtga erishish uchun xizmat qilish har bir mu'minga farz bu. Agar mush farz o'zining qiyofasini yo'shirishga qarashli bo'lib qolsam, o'zining qiyofasini yo'shog'ini bunaqlar etgan bo'lib qolsam, vaqt o'zining qiyofasini yo'rish durust bo'lmaydi, farzdir bu vaqtda. Chunki farzini qarab qolgan ish farzning qatori bo'ladi-da. Agar muhim bir xizmat plani bilan o'zining qiyofasini yo'shirib turib, islomningki izzatli bir şey, aslik o'rniga tikinishi, musulmonlarning qad ko'tarishi, yani İslami hareketke has qo'shish niyatidan vaqtda o'zining qiyofasini yo'shirish niyat bu taktikda ishlansa, o vaqtda buni durust deb o'tishning hojati yo'q. O vaqtda eng muhim qilishning eng yaxshilik qilgan bo'ladi vaqtda. Qur'oni Karimning tafsir ma'nosi bilan ta'vil ma'nosi borligi yozilibdi. Buni qanday tushunish lozim? Endi bu ta'vil, tafsir degan bu ishki masala haqida naytijiq ko'z qarashlar bor. Endi bu ta'vil, tafsir haqida kelgan ko'z qarashning ikkisining o'rtasidagi farqi, ta'vil, tafsir ikkisi Qur'onga, hadisga berilgan bir xil tushunch, bir xil hukm. Ama ikkisining farqini farqlantirib ulamolar tahqiqlashdim.
tafsir labziga, rivoyatga qaratiladi. Sizning Qur'onda kelgan bir oyat ya payg'ambarimizning bir hadisniki labziga berilgan izoh. Bu labziga berilgan izoh payg'ambarimizning rivoyat qilgan ya sahobalar ya boshqa rivoyat qilgan rivoyatlar bo'ladi emasmi? Undan keyin bu tafsir rivoyat bilan bo'ladi. Rivoyatlar mutqizanish. Endi tavil dirayet bilan bo'lgan sharhini bor edi, dirayet. Demakchi o'g'limiz tafsir degani labzning izohatiga, tavil degani shu mafhum, tushunch, mazmun izohatiga qartliqlik mavjudligini ishiltiladi. Yana birim tafsir degan shu labz ifoda etgan mazmunni qat'iy bir shaklda ifodalab beradi. Buning ma'nosi yo'qmi bu deb. Tavil degan shu labzning mazmuni ehtimol keltirayotgan ehtimolni tarjih qiladi. Mush labzning mazmuni mandaq mazmunlarga ehtimol keltirdi. Shu ehtimolliklarning ichidan mavqishliroq deb buni tarjih qilganning ismi bu tavil deyiladi. Deb bayaqida bu uzun bir mavzu, buning tafsilotiga kirsak, xalqimizning hammasi arab tilining istilohatlaridan xabardor bo'lmagandan keyin gap uzab ketib qoladi. Tavil bilan tafsir uchun ikkilisi Kitabullah, Sünnet Resulullah'dan ibaret olan İslam dininin asasıga berilgen şerhi, şunun izahat ekanligini, izahat için tafsir fakat labziga qaratilganligi, labziga ham qat'iy bir hukmni ifodalaydiganligi. Tavil uning tushunchaga qaratilganligi, u shu jumla ehtimol keltirgan mazmunlarning birini tarjih qilishga qat'iy shaklda emas, ammo bir xil ehtimolni tarjih qaratilganligini tayin moşaga tushunib olsak, tafsir bilan tavil ikkisini o'rtasidagi farqni tushunib olgan bo'lamiz. Endi fatvo haqida assalomu alaykum istiqlol radiosi qarindoshlar. Vatanimizda diniy ziyolilarning qalay maqam fatvo berib, musulmonlarning ijtimoiy hayotiga ko'p ta'sir qilyapti. Shundaqla ularning fatvo berishda hech qanday qoida usulga diqqat qilmasdan fatvo bermoqda. Bundaq fatvo berishning oldini qanday olamiz va ularga qanday tushundiramiz? Mushu masalaga alohida diqqat qilgan holda javob bergan bo'lsanglar. Endi bu masala buni ilgirimi tekrar so'raldi. Yine tekrar so'rabdim. Endi bu fatvo berish masalalari haqida payg'ambarimizning tekrar hadislari var. Şu hadislarning birida payg'ambarimiz har qanday odam birer masala din nomidan fatvo berib qolib qolsa, agar xato fatvo bergan bo'lsa, qancha odam shu fatvoga asosan xatolashgan bo'lsa, hammasining jinoyatdan fatvo bergichi ko'rinadi deylik. Ajoyib shon tahdid. Siz din nomidan bir javob bersangiz, javobingiz isbotlab, rasmiy, aniqlab, tahqiqlab, suzuk, uni delilga pokitga ega bo'lgandan keyin javob bermay, diqqatsizlik javob berib qo'ysangiz, agar qanchalik odam xatolashgan bo'lsa, shu masalada xatolikni siz ustingizga olasiz degan ma'noda. Degan o'zingizning xatoligingizning javobgarligiga tortilganning ustiga boshqalarning xatoligining javobgarligi siz tortilasiz degan bo'ladi. Bu ajoyib cho'ng tahdid. Ikkinchi payg'ambarimizning yana bir hadisda masalaga javob berishga hukm qilishlar 3 qism bilinadi. Qozilar 3 qism bo'ldi. Onun birisi cennet girdi, ikkisi do'zax girdi deylik. Cennet girdiqini qasi deganda bir masalaga hukm qilish kelganda shu masalaning Kitobullah, Sünnet Resulullah'dagi dalillerini shu duch kelgan masala so'rashni so'rayotgan muhit ahvoli, masala so'rashni o'zining shaxsiyatini to'liq bilib, haqni tunib, to'g'ri javob bergan bo'lsa, bu cennet girdi. Agar haqni tunidi, xato javob berdi, ma'lum bir muddao bilan, bu do'zax kirdi. Shuningdek, haqni bilmay javob berdi-da, bilmay hukm qildi, jahillik bilan. Bu ham do'zax kirdi deylik. Bu ikki hadisdan olgan masaladan, bu hadisni payg'ambar alayhisalom siz bilmay turib, bir masalaning shar'iy, Kitobullah, Sünnet Resulullah'daki dalillerini bilmay turib, ağzınız cevap versiniz, hatta cevap versiniz, do'zax kirisiz deganning ma'nosi javob berishdan to'xtash lozim demek.
Yine bir hadiste Peygamberimizin sahabeleri bir orunda 10 tane sahabe paranış turvatkan bolsa, bireyden kelip bir fatva sorap kalsa, birinci sahabeden o bekindiki sen cevap edip onun havalı koydu. O bekindiki havalı onu adamda bir aynıp kaldı hemmelen şu meseleye cevap verişin özünü kaçırıp aş destat birinci kitin mesele sorulgan adam ki kep toktap kaldı mesela deyilik. 10 adam bir sorunda sahabeden hemmesi fatva verişinde hazır etti. Deyilik. Yani bizge Peygamberimiz sahabeler bizge namune, bizge örnek bu. Peygamberimizin bir vasıta din yügengen turup Kitabullah sındı Resulullah'ın üzdün tili eretli oğandaki toluk bilitkan turup Mağla bu kadar hazır ilavat kayada o Kur'an hadisini emez Arap dilini toluk bilmeytkan turup o Kur'an hadisinde haberimiz yok turup men şu oğandımında dep fatva veriştin özden özgü dozak hüküm kıkaldık hamdı bu. Bu mesele kelgende her kanda bir mümin Müslüman eğer o Kitabullah, sünnet Resulullah'a Allah ve Allah'ın Peygamber hakiki işinizde mümin bula olsa o toxtaş lazım. Fatva veriş kelgende en evvel şu meselenin ki Kitabullah, sünnet Resulullah ya ki müştehadiki mütehassıs ulmanın ictihadıdaki delil neme? Onu bilip alıp an helikim fatva sorap kelgen adam yaşavatkan muhitini düşünüp bazı muhitinin özgürüşü karta fatvalı özgürüdü şu. Onu düşünüp an fatva vergişinin özünün şahsiyetini düşünüp alıp şahsiyetine an dinkin meslek fatva veriş lazım. Eğer bundak seviyesi bulmayı kap kalsam özüm işençlik bir kitap materyalda şunu köygen bolsam bana bu kitabımda da başı okup oldu. Bana bu kitapta sorgan meseleye ben daha cevap verip dep. Onu okup oldu. Bulmayı kap kalsa ben bilmeyim bunu. Bilip kaldığını soran da işi lazım. Yani bu müstemlik kılıvatkan raylıda Müslümanlar en iğir duş kılıvatkan meselenin biri bu. Ançı munçı okup bir pilip ayiline çalıp şu tonuya tonumayla özümüzü mulli hesaplap kelgin bir mesele sorup gelsem cevap vermeyi kap kalsam işte bilmekten bulunmazken demiyorsun da akalı cevap veriştin o zaman vaxtida Allah'ın korkkanın arasında haktını korkkan. Allah'ın namus kılmay haktını namus kılmay kalımız ve aynı vaxtda şirk kapır demdi bu. Şirk degen ikinci bir məxluqni Allah bilen teng orunda koy şirk. Endi bu Allah'ın korkmasını haktını eminip cevap vergen uzak şu an. Hem de şirktin iğri binası olur demdi bu. Şu an Allah'ın korkuşları hak ne mi dese desin? Ben Allah'ın adı samimi sağlam bulay. Ben Allah'ın debi seferim ben. Dep en evvel özüne Allah'ın adı kutkuzuçları işi lazım. Şu ma mesele kelgende her bir kındışımız duş kelgen mesele cevap en evvel şer'en onun dilini bilip alıp andinkin. Teğe mandağ mı diye mandağ inek esi bulmayı kapkaz demesi lazım. Doktor tip durun. Ben bilet kalladı sonra bakay ya izni bakay kitap materyal bakay. Dep doktor kitap materyal göremdi. Bilet kalladı müzakireleşemdi. İnek doktor bugün an cevap veriş lazım. Siz sorgan anda sualga cevap veriş sizin geldiğinizi perzemez. Bilirsiniz cevap veriş bilmezsiniz siz mezur. Ama katadını kanmayı dep lan cevap veriştiğin o zaman bizge cehennemnin biletini sitvakan okşaşıyordu. Bunun kattık hazır ediş lazım burası. Allah razı olsun. Şimdi hicret ve hükmü. Esselamu Aleyküm hürmetli ustazlar. Allah sizlerden razı olsun. Vatanimizde sıdkı hicret kılış meselesi gündür günge evvelcelip ketiyordu. Şunun bilen birge hicret kılıp hilafet kuruş degenge okşaş her xil fikirler bilen yaşlarımızdan beşine kaymaktırıp ketiyordu. Yukarıdaki sorularga alayda dikkat bilen doğru yekün çıkarıp enak cevap verişinlerden arzu kılmayın. Yani bu hicret meseleleri bu mucuk değertalaş olup gidip atkan meselelerinin biri. Asıl İslam'da neydi? Süzük inik bektilip olan bir mesele bu. Aslında bu öyle ki Müslümanlar küfürge karşı Müslümanların küfürden kutkuzuş, İslamiyetini umumlaştırış için bir hareket kılış için aldın teyyarlık süpütte
qılınatqan xizmatlarning biri hicret deb tonluqluq hazırki herkes sağ xizmat qilayotganingda. Mana bu hicretning bir xil hukm bu. Ma'lum bir yaxshi xizmatga hazırlık qilish uchun shu yaxshi ish boyiga izlab berish. Hozir biz yashayotgan muhitda hicret degan kelima muvofiqimda ishlatilib keraklik. Aslida Qur'on hadisning ruhi Peygamberimizning hadisleri hem Peygamberimizin emeli icraatı bunun qaraganda hicret degan bu. Müslümanlar ayetning ruhi qanday? Küfrning qattiq yashaqliq, küfrning zamanida, küfrning memleketde yaşayotgan Müslümanlar Aşır ayından Müslümanlar bari ayınga ketmese aş küfrning qattiq tedrici halatda aş küfrning təsirini yuqtirib bizning aqida ixlosi nuqson qo'shirishi, aqida ixlosini mahrum qilishi, ya uning farzandli boshqa muhitdan ta'sirlanib islomdan uzoqlashib ketish ya islomdan chiqib ketish ehtimol o'tgan bo'lg'achqa mushunda musulmonlar qarta masalan bir musulmonlar küfrning ziminida yashaqliq munda bir ehtimolliqli bor. Ehtimol. Şunun bilan birga küfrning besimi tufaylidan özünün Allah qılgan ibadetlerini, bekitilgan İslami faaliyetini hatırcam qilish şaraiti yok. Bunda rayın bo'lib qolsa, bunda rayından ikinci bir İslami tuproqqa ya İslami zim bo'lmagan ikinci bir mush faaliyetni Allah qılgan ibadetni hatırcam qilayotgan, özünün İslami faaliyetini hatırcam iparalayotgan ikinci bir zimin hicret qilib ketish farzi aynamdi. Ayetning hukmi bo'yicha har qanday bir musulmon küfrninki ishida yashaqliq ya yashash jarayonida o'zining ahli avlodi küfrning ta'siriga uchrab e'tiqoddan uzoqlashish, taqvolikdan uzoqlashish ehtimoli bor. Ham uningga qo'shilib o'zining islomiy faoliyatlarini, islomiy ibadetlerini Allah'ın hatırcam qilish imkoniyati yo'q. Şundak bir peyti bo'lib qolib qolsa, cho'qim o zamandan ikkinchi bir zamonga hijrat qilish farz. Bu bir muhim mesele. Mahalletde hijrat qilish farz. İkinci Müslümanlar topluş o'tiraqashgan rayonga, Müslümanlarning bu şeriat İslami icraatqanda bir rayonga. Eğer onda bir rayon bo'lmagan taqdirda özünün aqida ixlosini qo'g'dab qiladigan, özünün Allah qilgan ibadette İslami faaliyetni hech qanday cheklamak uchratmayotgan ikkinchi bir rayonga hijrat qilib ketish, mana bu farz deb qaraladiq. Mana bu meselenin bir tarafi bu. Her qanday bir Müslüman ahli küfrning ziminida, küfrning qatda yaşayotgan bo'lsa, bunun aniq qat yaşaganda yuqori bizde o'tgan salbiy ishlar bor. Onun qo'shilib Allah qilgan ibadetini xotirjam qilish imkoniyati yo'q. İslami faaliyetini xalagan qilgan beixtiyorlik, xotirjamlik yo'q. Bunda holda bo'lib qolsam, bu da cho'qim hijrat qilish lozim. Hijrat qilish farz. Bu bir mesele. Şer'in hukmini uqilish uchun muhim bo'lgan bir mesele. İkinciden, ma'lum bir musulmonlar Allah'ın dinine âli qilishni xizmat qilmoqchi. Allah'ın dinini. Şu xizmatga qatnashish uchun shu sohada tarbiyalanishi, tayyorlik qilishi lozim. Bu maqsaddan oxindaq shu sohada bilim olgan, tarbiyalangan o'rinli bo'lsam, shu o'ringa berib, shu o'rindan bilim olish, tayyorlik qilishi, xizmatga hozirlik qilishdi. Bu hijratning ikkinchi bir turi. Hazırki biz yaşayotgan muhitlanayotgan. Bu hem farzning qatori. Çünkü ilahi kelimatullah xizmat qilish har bir mu'minning geldik farzining qatori. Bunun muqaddimasi o'g'ashqa. Bu hicret, bu muhim, bunu qilish lozim. İkinci bir diqqat qilgan, masalan, bir musulmonlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonda yashaqliq. Musulmonlar o'ltiraqlashgan. Ama aran hükümran İslami
hükümni icra qılıbatqan taqvadır mundaq şəxs emas. Zalim tağutның qatarıdır. Özünü Müslüman deb dava qılıdı. Rayındaki xalq Müslüman. Ama bu rayında özünün ki Allah'a xatircem ibadet qilish imkoniyati yo'q. İslami faaliyetin erken qilish imkoniyati yo'q. Mundaq bir hal shubhasi berzan. Yani bunda ahvolimiz bilishayotgan modunyoda ba'zi davlatlar, ba'zi rayonda yuz bermaydigan olmaydi shu. Bunda ahvol yuz berib qolib qolsam, garchi musulmonlar to'plashib o'tirishgan rayon bo'lgan bo'lsa-mu, özünün Allah qıldıqan ibadeti, İslami faaliyetini xatircem qılalaytqan imkoniyat bo'lmasam, ikkinchi bir zamanға, o zaman ahli küfrning zamani. Meyli Yahudinin olsun, meyli Hristiyanның olsun. Ama azımından Allah qıldıqan ibadeti, İslami faaliyetini xatircem qılalaydı. Qılalaytqan mandaq imkan o zamanda bo'lib qolib qolsa, uyaga hijrat qilib o'shaga berib, shu bo'yicha o'zining Allah qıldıqan ibadeti, İslami faaliyetni ifbası bo'ladi deb qarılıqlıq. Bunu yeterlik delil keltirdi endi. Hicretning yana bir turi bu. Endi biz hicret babıdan tunuşuq deyişik üçüncü yana bir muhim mesele var. Bunu yuqarı iki türünü biz təklif oturup vereyim. Ehli küfrinin zeminde küfrinin qitta. Ya Müslümanların qitta yaşavatqan bolsa-mu, xatircem Allah qıldıqan ibadeti, özünün İslami faaliyetlerini qilish imkoniyati yo'q Müslümanlar ikkinchi bir zamanға özünün Allah qıldıqan ibadeti, İslami faaliyetlerini to'liq icra qila olayotgan bir ikkinchi bir o'ringa hijrat qilishi lozim. Hijrat qiladi. Bu Müslümanlar bilib yani muhim mesele. Bu mesele hakkında oturuş İslam dünyasının garip devletlik hicret kısımdan bulmamdı. O diyen nacık Allah oturup koyulap, bölüm altırıp, cevap verilip, nacık tahkikat ettirilgen meselelerin biri bu. Yani biz tonultkan üçüncü bir muhim mesele var. Muhim mesele. Bu muhim mesele olsa bir rayon ehli küfrünün tecavüze uçuraklık. Asli Müslümanlar toplaşıp ultraklaşkan rayon. Rayon Müslümanlarının ki. Müslümanlar toplaşıp ultraklaşıklık. Ama tecavüzcünün tecavüze uçuraklık. Tecavüz uçuraklıkın rayondaki Müslümanlar neymiş kılıdı? Degen mesele hakkında bu Müslümanların geldiğinki perzi olan periz, şu Müslümanlar özlü barlık imkaniyetini işkistilip teyyarlık kılış arkalık şu tecavüzcünü aş ziminden qoğlap çıkarıp İslamiyetni berpa qıldıqan bir muhitni yaratış üçün tirişçanlık kılış bu Müslümanın geldiğinki perzi. Bu Müslümanlar kadir bulanmaz, ayında seferberlik ötep işte kadir bulanmayı kapqasam etraftaki Müslümanların bulağı yardım bir şüphesiz. Bula özünün az zemin az tupraqni besikirgen tecavüzü taşlap verip hicret namı bilen ikkinchi qechib ketish shar'an aqlan durust emas bu. Shar'an ve aqlan durust emas da. Yeni bir diqqat qilgan mesela bu ayollar kichik bolalarni ergashtirib resmiylik ameli cihadi hareketli bulavatkan o'ringa uni olib berish bu tarixning misoli ko'rilmagan bir mesele hamdi bu. Bu ameli İslami hareketlerge qatnaşmoqchi bo'lsa, u yerga barıtkan adam aş hareket qatnaşalayotgan salohiyat egidani berib, shu sayda bilim olgach hareketga qatnashdi bo'ladi. Ammo hijrat nomi bilan hijrat degan bir xotirjamlik boyagi qilgan narsa o. Bir xotirjam Allah qilgan ibodatni o'zining islomiy faoliyat qila oladigan o'ringa boradigan narsa hijratning mohiyati bu. Uni aralashtirishkini qalayqalashtirib masalani amma Müslümanların zemini Müslümanlar toplashib ultraqlashıqliq bu rayondagi Müslümanların her xil nomini qaymoqtirib sen mazimini tashlab qishib kelsan bo'ladi hijrat nomi bilan deb ma'lum dinni xato tushunib olgan shaxslar yoki ma'lum bir hukumatning tarbiyalab yetishtirgan diniy qiyofat kirib olgan xodimlarninki qaymoqtirib quturish bilan azmini tajovuz qilib
kirgan tajovuzga tashlab bir qechib kelsa ko'ribdi deb hijrat nomli azmin tashlab qechib ketish shar'an va aqlan to'g'ri emas bu. Sening gadiningga shu tajovuzchini qo'g'lab chiqib qutqizish farz bo'lsa, sen nima narsadan ko'tarib oila bolachang qechib ketsang, sening gadingni farzini tashlab qo'yib, Allohning oldida nima hisob bermoqchi? Naytiki, shu rayondagilar ajziminni qutuldirish uchun biz ma'lum bilim ilishimiz, ma'lum tayyorlik qilishimiz lozim ekan deb shu sohada tarbiyalanish, tayyorlik qilish niyatida ayndaq bilim ağılutkan, tayyorlik qilgan rayonlarga berib, dunyoning qayrida bo'lsa, shu rayonda bilimni ilib, tarbiyalanib kelib, ajziminni şu Müslümanlarning mal-mulki, jini, tuprog'ini tajovuzdan qutuldirishga harakat qilish gadindik farzayn mana bu. Buni qilishi lozim. Mesele bu. Mesele. Endi buningdan boshqa 3-cü bir, 4-cü bir tür yo'q bu meseleninki. Şu bu mesele haqida har qanday tajovuz uchraganlar, masalan, Falastin zamanida her bir Falastinlikning ki İsrailning tajovuz uchragan bo'lg'achqim Falastinli xalqning o'zining tug'an zaminini Yahudilik tashlab berish durust emas dedik. Hatta pul setish durust emas dedik. Pul setish durust emas. Ayzni qat'iy qo'llaysiz deb bütün ulamoning o'rtaq chiqargan fatvosi bu. Shunga o'xshash har qanday bir rayon aslida musulmonlarning rayoni tajovuz deb tajovuz qildiqlik. Mey tajovuz qılınğılı 5 yıl olsun, 10 yıl, meyli 50 yıl olsun. Şu raylı Müslümanların geldiği perisi aktıma şu peris, tacavuzunu qo'llab chiqarib, şu Müslümanların ki, aslidagi haq, huquqi, menfaatini onlarni tamamen qutqizib ilishi lazım bo'ladi. Mesele bu. Ama bu mesele haqida xalqni qaymoqtirib, har xil chiroyli nom bilan qaramoqqa chiroyli nom rayını bo'shitib berib, tajovuzchiga o'rin hozirlab berish uchun xizmat qilish, Allohga asi yo'g'onlik, ahli kufrga tajovuzchi xizmat qilganlik hamda bu. Hem Allohga qilgan xiyonat, hem nifoq, hem isyondan iborat. Bilmay Allah kechirsin. Ammo bilib qolgan bo'lsam, Alloh hisob berdi bular. Ash xalqni aq ko'ngilshi bo'lsa, kim ayda ozdi qaymoq to'g'an bo'lsam, Alloh hisob berdi bular. Şimdi rayondagi yangidan hidoyat tepib atgan islomiy tushungan qarindoshimizning majburiyatim kim bu narsasam keyin ketish ish bo'lmaydi-da. Hijrat qilmoqchi bo'lsangiz, hijrat degan nima u? İslamdagi o'rni qaysi? Ayni vaqt sahobalar payg'ambarimiz hijratni qanday o'rlashtirgan, qayerdan qayerga qanday maqsadda? Buni o'rganishingiz lozim buni. Biz kishilarning ma'lum bir yaxshi odam degan qiyofat kirib olgan kishining gapiga ishonib oldinish bu ahmoqlik qiladi. Sen Kitobulloh sundirasi to'yana payg'ambarimizning tarjimali qarab baq, sahobaning tarjimaliga biz dinni buldunlarimiz. Biz dinni Kitobulloh sunnati Rasululloh, Kitobulloh sunnati Rasulullahni ümmeti Muhammediga yetkizgan salaf solihin deb atalgan payg'ambarimizning sahobalari, xulafoi rashidlar uning keng davriga keldi. Bularning o'g'limiz bu dinni. Bu mesele hakkında İslam'ın hükmü bu. O şu mezmunda kelgan ayet hadislerinin ruhu qarab baksak bo'ladi. Endi Xitoylar ishlab chiqargan yemek-ichmaklar mavzusida. Assalomu alaykum. Vatanimizda Xitoylar ishlab chiqargan yemek-ichmaklar bak ko'p. Har qanday bir musulmon kishi tanlamoqchilar bo'lib iste'mol qilyotadi. Buning hukmi nima? To'g'ri bilan bo'lmaydi buni tasdiqlaymiz. Ma sualning javob etishdan burun baytning sualga berilgan javobning davomida yine bir masalani takrar eslatishga to'g'ri keldi. Masalan, har qanday tajovuzga uchragan rayondagi musulmonlarning gadiniga tajovuzchiga qarshi harakat ko'tab, shu tajovuzchini shu tamamen shu musulmonlarning zimini, musulmonlarni qutqizish gadinlik farzayn. Mush farzaynni sal qarab qo'rqinchoq qilib, beparvolik qilib tark etib qolgan bo'lsa, gunohi kabirni ishlagan bo'ladi. Agar tajovuzga qarshi turishdan iborat mush farzni, bunda tajovuz qilgan ishim emas.
O tacavüz benim işim yok. Ben onu tacavüzü qilsam, millet çok qildi bu. Nimiş bo'lsin deb qalsam, ana vaqtda gadindagi bir farzni inkor qilmadi. Tacavüzçü uçurgan rayındaki Müslümanın gadiniga ham tacavüzçüge qarshi harakat qilish farzayn. Farzayni ado qilmay qolib qolsa gunohi kabirini ishlagan bo'ladi. Harom ishlar qilgan bo'ladi. Uni qilmagan ustiga ma tacavüzçi mening ishim yo'q. Buni qanday qilsam mayli. Men boshqa bir yerga deb xalaqani qiletdim desam, o'zining ustiga shar'an farz qilingan bir farzni inkor qilgan bo'ladi. Farzni inkor qilganim qap-qizil kofir bo'ladi. Farzlangan kofirda, an kofir bo'lib, sen rahib bo'lamsan, mujohid bo'lamsan, talib bo'lamsan, olimmi, o'lsang iymonsiz o'lsan da vaqtdan. Bu eng muhim nuqta bu. Shar'an bir farzni tark etish jinoyat. Farzni inkor qilish kufrchu. Buni butun dunyo musulmonlari bilan ittifoq. Farzni inkor qilishning kofirlik haqida hech kimning ixtilofi yo'q. Bir tacavüz uçurgan rayındaki Müslümanlar özünün gadindeki tacavüzçüge karşı hareket qilishdan ibarat. Bu farzni ado qilmagan ustiga buning tacavüz bilan ishim batdi. Bu xalqini qilyapsan, men boshqa ketib boshqa qilma deganning o'zi gadindagi shar'an farz qilingan farzni inkor qilganlik. Har qanday bir farzni inkor qilsam kafir oldu demdi. Bu kafir bo'lib nima ish qilgan bo'lsa, dunyoni kesdim, iymons ketish ehtimol, iymons ketdi vaqtda. Buni tövbe qilish lozim bo'ladi. Shu bu masala qadam yomon nozik masala. Har bir mu'min musulmon nayt aniq tushunishi lozim bu masalani. Agar shu masala qadam boshqa toza qanoat hosil qilmagan iddis degan qandoshlar bo'lsa, biz bilan aloqalashib bo'ladi. Ras musulmon bo'lsam, bizning asas Kitabullah, Sünnet-i Resulullah. Kitabullah, Sünnet-i Resulullah hükmü boyunca tacavüzçi özünün gadindagi farzni qilmay tashib qochib ketsin bo'ladi degan gap Kitabullah, Sünnet-i Resulullah dalil bo'lsa qo'sh bizni qanoatlantirib turadi. Bo'lmasa biz yetarli dalilga. Shu masala haqida jiddiy qarash lozim musulmonlar. Nəhayət yaxşı bir qoşumçu qoşulub yerdə sualdı mən bizə hicrət qılıb xilafət qoş degan oxşar xil fikirlər bilan məşlərimizin beşinə qaymoqtırıb ketiyotdu degəndək. Bunun da məsələn nurgullara bu mənim işim yox bununla deyişim deməsligi mümkün. Hicrət qılayotqanlar. Amma lakin bəzi fikirlər məsələn şu vətəndə şu təcavüzçü qarşı turuş bu işini çoxum sən aşı sırtqı çıxıb bir yerdə bir xəlifəyə baş bayat qilib qilmasang ishing durust olmaydi ekan bu yerga degandek bu zaharli fikrlar bo'lganligi uchun bu xato. Masalan, shu rayonning xalqi hech bo'lsa 3 odam bir yerga kiralasa, o'sha birisini mas'ul qilib turg'izib, qo'ldan kelgan harakat qilish lozim. Onidan biriga kelsa, sirti bir kimning qo'lini tutib bayat qilish emas. O Kitabullah, Sünnet-i Resulullah'dan tacavüz uçurgan rayonlar tacavüzçüge karşı duruşun, yani başka bir şeye girip bir kimden kolu tutup gelip anqilishlarga gap yok. Töhmet o. Dini qılgan. Şu rayındaki Müslümanlar özlük kembulavatkan bazı bilim, bazı tayyorlikni qilish uchun bayaga berib ipkasi bo'ladi. İpkilishi lazım zaten. Ama başka bir şeye girip bir kimden so'rab qilish lazım. Hatta mesela bu baytdan bunu Şeyhülislam İbn Teymiye yaxshi tahqiq etdi. İbn Abidillah mesela. O deydi ki hatta ayal eri ruhsat qilmasam erining ruhsiz chiqib qarshi turish lozim dedik. Bir kimning qo'lini tutib ruxsat etib emas. Ayol o'zining erining ruhsiz. Qo'l o'zining xo'jayinining ruxsati olmaydan darhol harakat qilib kelsa bo'laver dedik. Bu kadar ciddi mesele. Şu bu mesele haqida bu yerda osh gapining hammasi ya dinni bilmayotgan nadan, o'zini ahlini atavatgan insonlar tarafdan chiqayotgan mesele. Yoki bu 20% ihtimal, 80% ihtimallik aşını payda qılatqalı şu zalim tacavüzçinin ki g'alchilari mandaqchi aytganda kommunistga xizmat qilayotgan munofiq insonlarning ishimdi bu. Sen nim deb dinga xiyonat qilsana? Allohga asilik qilsan, dinga xiyonat o'z xalqiga munofiq qilsana? İnson emas-da. Enen yetkizib samlıq bana. Acaba sen ikki bir devletli başka bir kafirle uruş qilsang bo'ladi. Araydı küfrünün en pesendisi karşı uruş qilsang bo'lmaydi.
İnsan akılda ötmeydiğin işler. Bu acayip ahmaklık endi bu. Müslümanların qaymıqda bolğanlyk. Muşu mesele hakkında Müslüman yaman akıllı qilishi lazım. O tamamen bizim devaqan gepi töhmet. Kur'an hadis onda bir mesele yok. Çokum özgün mesul turguzuşan özden. Hatta mesela namazlımın sırtın gelgen idamni imam kılmay özünün ma'nasini imam kılısınız ki. Namazlı mı? Onda hareketimiz başka bir kimge bağını bir kimge konu tutki lazım emas ki. Özünüz. Ferdi kısıca. Bola burdu. Bola burdu. Hem bu şu mesele çıkan diken bir kaç katımı soruldu bu sorular. Hem de biz vatanda işgal oluşturgan bir millet Müslümanlar. Bir yerde işgalninki devlet olarak mesela asker, harbiy sakçı bular mesela bu en birinci numaratikilden karşı duruş. Hem de şununki halkı, şu yerde yaşayatkan milyonluğun şu keltiriyatkan şu halkımı mesela şahsi bir Müslümanınki şu şartı şu qarquyuq hammasiga hujum qilishi, o'ldirishi bu islomda joizmi, joiz emasmi degandek savolni so'radim. Bu mesele kelgan eng avval zalim, tajovuzchi, shuning qatlari kim buni qilish lozim. Eng avval harakatning nishoni bular qartish lozim. Shuning cho'ng vazifa bajarayotganlari. Cho'nglari. Mayli iqtisodiy jihatda bo'lsin, mayli siyosiy jihatda bo'lsin, muhim. Bunun qartish lazım. Zaten bular qartilgandan keyin boshqa o tajovuzchining agishib kelib qolgan, tajovuz o'z uchun aniq agishib ketadi-da. Shu bilan yetakchilariga qartish lazım hujumdan shani. O neydi kundalanmay qolgan afg'onlarga emas, yetakchilariga. Shuni katta boshlarga. Allah razı olsun. Hamda so'rgan Xitoyda ishlab chiqargan. Bu biz endi bu savolga javob qilamiz. Mesela Xitoylar ishlab chiqargan yemek-ichmak mahsulotini iste'mol qilishga ularni bo'lmamdi degan masala. Buni kesib ayta olamiz. Xitoylarning ishlab chiqargan har qanday mahsulotni yemek-ichmakni iste'mol qilishga bo'lmaydi. Bo'lsa Xitoylarning ishlab chiqargan har qanday mahsulotni iste'mol qilmaslik lozim. Shar'an va aqlan va siyosatan. Har qanday mahsulotni iste'mol qilmaslik lozim. Hatta o nas halal olsun. Olsunmu? Hiç bo'lmagan yemek-ichmak kelganda qat'iy durus olmaydi. Chunki u Xitoyning qanday paskina millat ekanligi, u yer sharida bak qutqonqazni tatib, taratxondan hamma yeydiganlik hammadan biladiki buni. Bunday bir millatning ishlab chiqargan yemek-ichmakni sizning tabiatingiz gibi qandaymi iste'mol qilaysiz? Faqat durus emas. Buni iste'mol qilish. Rahmet. Hamda qarzlar xayr saxovat qilsa bo'lamdi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bir qarzi bor odam oldi bilan qarzini to'lash kerakmi yoki xayr saxovat qilsa bo'lamdi? Tafsilroq javob beramiz. Endi bu qarzdorning xayr saxovat qilish masalasi haqida, masalan bir odamningki qarzi bor. O qarzini o'tayotganga ma'lum bir asosi bor. Onun ma'lum bir yaxshi ish qilib, iqtisodiy jihatdan yordam qilish to'g'ri keldi-da. To'g'ri kelgan bo'lsa, agar qo'ldagi bor asli iqtisodiy qimmat qarzni oshmayotgan darajada bo'lib qolib qolsa, uni xayr saxovatni qo'yib deb, qarzda qilish lozim. Chunki qarzda qilish degandik birinchi farz bu. Xayr saxovat uni ikkinchi o'rinda turadi. Bunda paytda qo'lda bor iqtisod qarzdan oshmaydi-da. Bu şekilde bu qapqas eng avval qarzda qilish lozim. İkinci bir mesele var mesela. Bir adamın qarzi bor. Qarzni beraylik, ma'lum iqtisodiy qimmatli narsalar bor. Hozir ma'lum bir yaxshi ish qilib, iqtisodiy has qo'sh to'g'ri keldi. Bu xayr saxovatning qismi o qarzni bermayotgan hol tushib qolmaydi-da. Sal kechikib bo'lsa-mu, qarzni beralaydi. Bunda halde bo'lib qolib qolsam, bu xayr saxovatni qo'ldan bermay qilib qolsa yaxshi. Bizning xalqimizda bular xayr saxovat babida tashabbus qilish lozim. Bizning xalqimizdan boshqa dunyoda yashayotgan musulmonlarda yo'q nurg'un alayliklar bor. Eng bir kam narsa xayr saxovat babiga kelganda. Bular Allohning dinini oliy qilish, musulmonlarning taqdiri haqida burilish hosil qilish, musulmonlarning haqiqiy baxt va manfaatni qo'lga keltirish masalalari haqida
iqtisod chiqim qilayotgan bir ong yetilmaklikchu. Iqtisod chiqim qilayotganlar ayta az. Bu az bir şarlımı zakatın ay ters. Birilik ve zakatını da cuğlap tuluq 5 kişiden maydık cuğlap koyap 2 kişilikne. On kadar özünün bir yıkılları uğrutukkanlı çıkıp kapkal şu yere bir işitkan mandak bir ahvallı var. Bu özünü aldı kaldıkçu. Eğer mümin, rast mümin bile olsa zakatından evvel Kur'an'da bekleyen boyunca şu daireye katliye dağılışı lazım. Senin jığıp kap 2-3 yıllıktan 15 kılmış hakkın emez ki. 7 hızırıdın hakkını sen saklayıp kanda kılmakçı ya. Bunu da katmış lazım. Zakatı tuluk ada kılganını sert, yani onun başka harikanda hayırlık iştiği. İslami hareketle, İslami davetle mesela, İslami muharip talim terbiye hizmetleri, bulağıma pul çıkan kılış ayrı mecburiyet. Mesela mescit medreselerini bina kılış, umum Müslümanlar payını kılmış, körük, başka inşaat işini kılış. Bu ayrı bir mecburiyetçi o. Muş sadikim ciddi ihtizat çıkım kılış tigiştik. Mesela senin Peygamber hadisi var. Senin koskan tok, koşulan aç halette kişini tanıttı olsan sen biz demez dedik. Bu adam kim? Zakat emez. Kulunuzdaki zakatın ayrılıp kalkan ihtizatın birisi diyen buldu manisi. Ankagan işinin hakkını sayem, uruk tutkan, yurttaşlı bulanın içinden ihtizat ciddi muhtaç olup kalıp olup kalsam siz zakatınızı berip olgan bolsanız mı? Ben zakatını berip olgandım o dep kulaklı yupur tutmayayım. Onu his kılan an derhal onun yardım kılış ayrım bir mecburiyet. Şuna senin kulağında mal dünyayın bak koskan tok koşulan mahalline bizden aşkırılı karınma yazsan sen Müslüman nemez teklik Peygamber Aleyhisselam. Biz nemez teklik Müslüman nemez teklik burada nemez. Mandak tehditli. Muşkıldaki meseleler hatta uruk tutkallıyorsa mı? Kıncı olsa mı? O yardım emez. Karzır tutkan ışkı mı? Tesir hak. Karzır tutkan manda halığı şüpheliklik. Biz Ankara dünya Müslüman kiravatımız her kandak yaxşı işlağın o zakitliği zaten beredi. Onun da sırt her türlü münasebetin nurgun ihtizacı yerden buladı da. Şunu malum bir yaxşı neticeler girişilik bula. Sizin halkımızdan fakat zakat şekilde kılıklık. Zakatlı mı? Hatta bizim Müslüman da bir hesaplap durup zakat bemet kılan baya. Senin kullandığı baylığın hesabını kanda verirsen ki Allah'ın aldı da. Zakatını ağrımak malını necis kayımdan da o. Sen üzden balığı şunun yegizemsen ha bunu. Şimdi bu mesele hakkında biz hayri sahavet babında yani anlık oluş lazım. Biz aşık karizne 5-10 bin köy kazı var mesela. Başka bir yerin kilitkan 10-15 bin köy pulusu var. O kase kazı verip işte koluk açtıkkan ahvalda bulup kalsa şeriat olsun. Malum bir ihtizat çıkım kıldıkkan işte bulup kalsa çokum ihtizat hayri insan kılışı lazım o. Bunlar mesela ayında tecavüzcünün kutluş tigiştik meli davet hizmetleri olsun. Başka talim terbiye hizmetleri, başka emeli hareket hizmetleri olsun. Bunun ihtizat çıkım kılış yine ayrı bir mecburiyette. Dünyanın başka yerden bu hızsalık yeterli ihtizat acırtılık. Ama bizim halkımız biri köplep ihtizatlık erişemeyken bu başka. İkinciden ihtizatlık erişemey bu işte kınmay kelgendeken ihtizatlık erişkenden kim birip künme geçken hırcık imkaniyetleri batırıp hayresan kılışkı sel karaydıgan bir ahvalı vardı. Başka uyan tamaşa bihudi işleğen kat üye savatkan kim vatkan buzup istap kılıvatkan ama hayresan işleğen çıkın çiğdem aytkan manda bir ansızlık var. Fakat bu ansızlık bizden halkımızda kap kaptı şu. Dünya Müslümanı, Pakistan'ın halkına göre bakımız bir kambıgal Müslümanlar hayri sahavat hili mahirci ola. Şöyle yine hayri sahavat dedim kambıgaldır. Başka Arap dünyası, Türk dünyası o başka hem de. Ama bizden halkımızda muş psikikini yetildiriş lazım. Tabi hayri ihsan kıtkan ruh, onda bir anı yetiştiriş lazım. Muş münasibimizin ki halkımızın şimdiki malum bir ihtizadi imkan iyi oğlan ihtizatını nereden taptım? Ne mi işletmek ben? Ki nerede kapkırdı bu?
Bana kayışlık az katıdı. Bunu kandak kanı ihtizat, bana benim ehliyadan az katıkan ihtizat buldu. Kandak kanı zayak kıvıtım bunu. De vakti izniş lazım. Bir kıtım uydap görüş lazım buldu. Tarixda şu tarixiy kitoblarni o'qisaqmi ajdodlarimizniki shu yaxshi ishlarga talab qilgan vaqtida chiqolmaydi boylar oxiri qancha şekilde oltinlarni eritib ko'dirib qo'yib shu kofirlarni olib ketgan to'g'ri Yakınki misaldır. yaqinqi misollardan xo'sh endi 3 talabga yo'l bormi? Assalomu alaykum. Vatanda erlar ochiq kelsalar ayolni 3 talab qildigan bo'lib qoldi va bek avj oldi. Agar ochiqida yoki mas holatda 3 talaq degan bo'lsa, buningga yo'l bormi? Javob bergan bo'lsanglar. Biz en evvel meselenin baştan başlaş lazım. Peygamberimizin vakt hadisi var. Ebgadul halal ilallahi et-talaqu. Ger şer'en haram kılınmagan bolsa mı? Allah en yaman görtkan iş ayağını talak kılıç teklik. Bizim kırındaşlar umumumuz yetkan bizimki. Bir de meslehatimiz şu kim? Ayallarını talak kıgalık Allah'ını gazeplendirgeldik. Allah'ını gazeplendirgeldik. Şeytanını hoş kıgalık. Yine bir hadis peygamberimiz haber verdim. Şeytan herkes ettiğin özünün hizmetçilerine hizmetke uğurlaşıp taxtıdım. İş becip kişine azdırıp yanıldı. Keşi oğan denmesi bir külde hizmetin deklar kılıp birisi ben palanını adım öttüğüre saldım dese biz palanı zina kığızdım da biz de oğurluk kığızdım hemiz kığan hizmetini deklar kıldım. Şundan şimdi birisi ben bir ayalını ayını ajraşlayıp şu erini talak kığızıp geldim. Dep haber kıldım. Hemizini manı takdirlep alayda bunun artık iltifat yoksuzluğu dep bak. Demek ki onun Peygamberimiz hatta Adem'i öldürüp gelgen şeytan özünün leşkerinden mi ayağını ajraştırıp ayağını talak kızıp gelgen kişinin az doğan ma şeytanını alayda iltifat gökse hürmetleydi deylik. Bu degenim bu erinin beysen akıllık bir er oluşsundan ayağını talak kıgalıkın şeytanı kuluğalık Rahman Tala'nı gazeplendirgeldik ki bu diyen buldu hadisi maalesef. Hiç kandak bir mümin Müslüman özünün eşeddi düşmanı olan şeytanını hoş kılıdığın Allah'ını gazeplendirdiğin şeytanı itaat kılıdığın Allah'a asi oltkan bunda işini herkes kınması lazım. Ayağını talak kılış doğru işemez. Şimdi bu üç talak kılsı kandaş şekilde üç talak kıldı. Bunun yol bağımı yok mu bu mesele? Bu ayrı bir mesele. Bu mesele kartta her bir şahs kartta ayrım cevap veriş lazım buldu. Evvel şu ayağını talak kılan er o Ahmet mesela kim o? Onun şerait aile ahvalı kandak. Onun akıl paras karakteri şu. Bunun hemen tefsiri okup şunun göre cevap veriş lazım buldu. Her birbirlep şu şahs kartta, şahsın ameli ahvalı kartta cevap verdi. Bu meselenin her bir rayınızı şu rayındaki ehlimile cevap verişi lazım. Şu rayındaki ehlimile. Bunun tefsilatı biz girmeyimiz. Rahmetliga köpten köp rahmat programımıza katılışıp geldiğiniz için Allah razı olsun. Bu programını teşkilleyen kırındaşlar şunun olan birge bu programını küzdü atkan kırındaşlarına hem meydenge Allah köp ecri versin. Allah haklı tunup hak üstünde müstehkem duruşkan nasip kılsın. En kısa zamandan zalim tecavüzünün kolunu kurtulup Kitabullah, Sünnet Resulullah'ın ruhunu en mükemmel bir şekilde icra kılalatkan bir muhitini yaratış arkalık dünya ve ahiretinin bahtsatını kulu keltirip bütün halkımız, kırındaşlarımızın şu bahtli hayatını yaşayıp dünyadan geçişken hem bilen Allah'a muvaffak olsun, hem bilen Allah'a emanet. Hürmetli televizyon şuna kılıp bugünkü so'al-javob programmamizning yana bir soni mishada oxirlashgan bo'ldi. İnşallah kelar qatimqi yana bir sonimizda uchrashguncha sizlardan Janobi Alloh subhanahu va taolo topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small
never